Yaxshi motor. Bu sport haqida. Bu futbolchi bolalar haqida. Bir nachilik. Filmning eng asosiy g'oyasi yosh o'sib chiqayotgan avlodda chempionlik ruhini uyg'otish. Bu odam haykalini boshqaga bermaydi. O'zi g'irrom qiladi, o'zi shu nima bo'lsa ham mahallasi yutish kerak. Bolalar bilan ishlash bir rohat. Gapni ochig'i. Agar shu aqlli kuchli bolalar bo'lsa. Endi tushunmaydigan bolalar bo'lsa ba'zan bo'ladi. Lekin bu yerda aynan shu kinoni tushunadigan aqlli kuchli bolalar yig'ilgan. Bundan oldin biror marta ham boshqa qahramon obrazini gavdalantirmaganman. Film tomoshabinga motivatsiya beradi, cheksiz motivatsiya beradi. Meni rolim Chempion filmida Bilal obrazi. Bu o'zi ijobiy qahramon. Juda ham talantli bola bo'ladi. O'zini ustida doim mehnat qilib yuradi va bir kun keyin aytaman. Yo, spoiler qilib qo'ymay aka. Assalomu alaykum avvalambor. Meni Chempion filmidagi obrazim bu Botir. Botir salbiy deb bo'lsa agar salbiy, sifatlarga keladigan bo'lsak sal kibrroq, manmanroq. Ya'ni salbiy qahramonsiz, to'g'rimi? Ijobiysiz. Ijobiyman. Bu salbiy deb ham bo'lmaydi. Bu men qahramon. Bu anti qahramondan qahramonga o'tadigan qahramon. Sizlar qancha bolalardan saralab olindinglar? 400 dan oshiq. Shu 450 ta edi, o'chamas. Qanaqa qiyinchiliklar bo'lyapti? Umuman qiyinchiliklar menga yo'q. To'g'risini aytaman. Shu boshlanishida bir ikkita epizodda qiynaldim. Undan keyin umuman qiyinchiliklar bo'lmadi. Sizlarchi? Menda bo'lyapti. Qanaqa aynan qiyinchiliklar? Qanaqa desak bo'ladi. Har xil hayajon ko'p bo'lyapti menda. Shu faqat. Birinchi filmlaringizmi ularningiz ham? Meni birinchi film. Sizlarchi? Shunaqa desam bo'ladi. Yo'q, menda ikkinchi filmim, lekin bundan oldin biror marta ham boshqa qahramon obrazini gavdalantirmaganman. Shuning uchun bu men uchun katta tarix. Bundan oldin filmlarda suratga tushganman. Sizlar san'at bo'yicha o'qiysizlarmi yoki futbol bo'yichami? Men ikkalasini ham teng olib boraman. Ya'ni ham sportga ham boraman, ham o'zim shaxsiy holda aktyorligimni ham kuchaytirib boraveraman. Sizlarchi? San'at, aktyorlik ko'proq. O'zi qanaqa maktabda o'qiysizlar? San'at maktabidami? Oddiy maktabda o'qiyman. To'g'riga o'zimni shahrimdagi Metallurg dvoretsga boraman-da. Oxirgi savolim, film tomoshabinga nima beradi? Tengdoshlaringizga nima deb o'ylaysizlar? Film tomoshabinga motivatsiya beradi, cheksiz motivatsiya beradi. Odamni mehnat qilishga undaydi. Keyin o'zini ustida ishlagan odam hech qachon kam bo'lib qolmasligini aytadi. Orzusi yo'lda faqat harakat qilish, to'xtamaslik haqidagi film. Va bu filmda do'stlik ham mujassam. Birdamlik, do'stlik. Alisher Uzoqov bilan ishlash qanaqa bo'lyapti? Alisher Uzoqovmi? Juda ham zo'r bo'lyapti. Chunki ular bizga ko'p narsalarni o'rgatyaptilar. Mana hattoki bunga ham bizga tushuntiryaptilar. Agar tushunmay qolgan joylarimizda ijodiy guruh katta, ular hammasi zo'r yig'ilgan. Menga juda ham boshqacha taassurot bo'lib qoldi. Menimcha butun umr esimda qolib ketsa kerak. Chunki kichkinaligimdan beri shu filmlar ko'rib o'tirganman. Janob hech kim boshqalar xullas boshqacha quvonarli. Alisher aka, rejissyor sifatida film olganingizga 10 yildan oshdi, adashmasam, ancha vaqt bo'ldi. Shuncha yil vaqtdan keyin film olishingizga nima sabab bo'ldi? Nima undadi? yoki o'sha ssenariydagi aynan qaysi jihat sizni mana shu filmga tortdi? Mavzu futbol va kino. Futbol va kino bu meni hayotimning bir bo'lagi. Men o'yladim, shu film orqali agarda men shu ijodimni davom ettiradigan bo'lsam, o'zim miriqib ishlasam kerak deb o'yladim. Va shunday ham bo'lyapti. Mana
rejissyor bilan ishlash aktyorlar uchun osonroq, lekin agar ham aktyor ham rejissyor bo'lsangiz, bu baribir qiyin bo'lsa kerak. O'zingizni qanaqa kontrol qilasiz mana shunaqa paytlarda? Qiyin kontrol qila juda qiyin. Misol uchun rejissyor sifatida suratga olgan filmlarimni e'tibor beradigan bo'lsak, nisbatan boshqa rejissyor bo'lmagan filmlarimda aktyor sifatida ijro etgan rollarim bilan taqqoslaydigan bo'lsak, ana o'sha obrazlarim hammasi ikkinchi darajaga tushib qolgan. O'sha akam bo'ydoq, dadam bo'ydoq, muzlagan yoki kuzda gullagan daraxt. Katta ehtimol bilan bu yerda ham shunaqa bo'ladi. Chunki qiyin. Ma'lum bir rejissyor kadr ortida bo'lib, menga misol uchun zadacha beradigan bo'lsa, u boshqa gap. Ham osonroq bo'ladi. Men rejissyor sifatida o'zim zadacha bera olmayman. Bu qiyin. Men asosan shu boshqa aktyorlar bilan ishlayman. Shuning uchun e'tibor ko'proq boshqa aktyorlarning ijrosiga ketib qoladi. Shuning evaziga ham menimcha o'zim suratga olgan filmlarimdagi rollarim sal ikkinchi darajaroq bo'lib qoladi. Demak, bu filmda ham rol o'ynayapsiz. Aktyor sifatida. Ha, bosh qahramonlardan bittasi. Misol uchun 100 ta epizod bo'ladigan bo'lsa, shundan 95 tasida borman-da. Shunaqa. Mana ssenariy boshqa inson tomonidan yozilganmi va buni yozilishida, umuman yaralishida siz ham qatnashganmisiz? Albatta. G'oyani biz o'sha bolalar kontentini rivojlantirish markaziga taklif qilganmiz. U markazga bu g'oya yoqqan. Qolaversa bizni hamkorimiz Sport vazirligi. Ular ham bu g'oyadan xabardor. Albatta bu taklifni berganimizdan so'ng o'sha muallif bilan birgalikda, qolaversa markaz rahbari Jahongir Odilxo'jayevich Ahmedov bilan birgalikda bu ssenariy ustida bosh qotirildi. O'zi bu jarayon o'zimizga qiziq bo'ladi. Ya'ni o'sha ssenariy yozilish jarayonida shunchaki muallifga tashlab qo'yilmaydi. Bu menimcha xato ham bo'lsa kerak. O'sha rejissyor ham yoki o'sha atrofidagi ijodkorlar, hattoki mana operatorimiz Jahongir Ibragimov ham ssenariy yozilish jarayonida qatnashgan va bu albatta ssenariyni darajasini o'stiradi deb o'ylayman. O'zi O'zbekistonda bolalar uchun filmlar barmoq bilan sanarli, ko'p emas. Siz rejissyor sifatidagi birinchi filmingiz ham desak bo'ladi, bolalarga oid. Lavhada mahsulotda cho'tish bo'ldimi yoki qanday qabul qiladi yoki qanday yarata olaman degan. Bolalar bilan ishlash qiyin deyshadi bolalar ijodkorlari. Yo'q, bunaqa chaqiruvlar menga unchalik cho'chimayman ochig'i. Agarda qo'rquv bo'ladigan bo'lsa, unda nima qilib yuramiz biz bu sohada, to'g'risi. Odam o'ziga bo'lgan ishonchi yaxshi bo'lishi kerak, yuqori bo'lishi kerak, baland bo'lishi kerak. Chunki qilib yurgan ishimiz biz 1 yil yoki 2 yil bo'lgani yo'q, ijodni boshlaganimizga. Shuning uchun ishonchimiz juda yuqori. Ammo lekin baribir qiyinchiliklari bor, o'ziga yarasha yuqori mas'uliyatlari bor. Chunki kamida 40 nafar yosh bolalar bilan ishlayapmiz va o'z-o'zidan turgan gapki, ularning ota-onalari oldida ham yaxshigina mas'uliyatga egamiz. Va Xudoga shukr, mana syomkalarimizni so'nggi kunlari, bugun mana eng so'nggi epizodni suratga olishni boshladik. Bitta epizod 3 kun syomka qilinadi. Film qanday g'oyani ilgari suradi? Filmni eng asosiy g'oyasi yosh o'sib chiqayotgan avlodda chempionlik ruhini uyg'otish, shakllantirish, rivojlantirish. Eng asosiy g'oya shu. Bundan tashqari g'oyalar ham bor, mavjud. Endi bu narsalarni shu film mobaynida, filmni tomosha qilgandan keyin bizni o'sha yosh avlodimiz ham, qolaversa o'zi sergak tomoshabinlar ham misol uchun bilib oladi bu film orqali nima demoqchiligimizni. Buni realizatsiyasi qanaqa bo'ladi? Biz o'qidik ma'lumotlarda, mana chet ellarda ham premyera qilinish niyati bor ekan. Mana shu haqida ham qisqacha. Albatta, hech kimga sir emas. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi va shu sabab ham nafaqat bizning film, balki boshqa filmlar ham suratga olinyapti futbol mavzusida, futbolga oid va biz ham aynan mana shu jahon chempionatidan oldin filmni suratga olish jarayonlarini boshlashni, premyerasini qilishni reja qilib turibmiz. Vaqtimiz juda kam, vaqt juda qisqa. 1-iyun deyapmiz, lekin hali ham biz syomkadamiz. Mana may oyi, syomkadan keyin hali qiladigan ishlarimiz juda ko'p. Bedor tunlar deydi. Nima uchun aynan Sijjak qishlog'i tanlandi asosiy syomka jarayonlari uchun? Bo'stonliq tumanida asosan va Toshkent shahrida ham oldik.
Ssenariyimiz shunaqa yozilgan, o'sha qishloq hayoti va shahar hayoti, mana shu ikki hayot o'rtasidagi bog'liqlik va qahramonlarimiz ham ikkita qahramonimiz bor. Biri o'sha qishloqda katta bo'lgan, ikkinchisi Toshkentda katta bo'lgan va qayerda tug'ilishidan qat'iy nazar inson baribir o'zini oldiga qo'ygan orzu, maqsadlari oldida qanaqa bir to'siqlar yuzaga kelmasin, chekinish kerak emas degan bir g'oya bor. to'siq bo'lolmaydi. Yo'q, shunaqa bir g'oyalar bor. Endi meni rolimga keladigan bo'lsak, shu oxirgi paytda nimagadir menda mahallani raislarini ko'rishyapti. Mening mahallam filmida o'ynadim mahallani raisi. Endi bu yerda rais bu jonkuyar juda shunaqa odam. Mana shu futbol shahardan kelgan bolalar bilan o'zini qishloqdagi bolalarni yig'ib futbol jamoasi tuzib ularga qarshi o'ynatib, shularga sharoitlar qilib kuyib pishadigan bitta odam. O'zi qilgan ishidan o'zi zavqlanib, man qilyapman shuni deb, man qilyapman deb yurgan bir dalli odam. Shuning uchun menga har doimgidek o'zim, men qahramonlarim shunaqa bir kuyunchak, pitir odamlar bo'ladi. Shuna juda unaqa boshqacha rol emas. Rollarimga o'xshash shunaqa, lekin jarayon boshqacha. Bolalar bilan maza qilish. Bu bolalarni ko'rsangiz, ularning ko'zlarini yonishini ko'rsangiz, mana bu yerda yoshligimda bomba filmini olgan paytlarimiz 96-yildagi uni eslab o'tiribman. Turkiston pastida olganmiz. Qanaqa odamlar bilan ishlaganmiz. Hammasi ham eslash ketyapti menda. Ham jarayon, ham mana shu yangi O'zbekistonning shunaqa bir yangi harakatlarida qatnashib turganimdan xursandman. Shunga ulgurganimdan xursandman. Mahalla raisi ham futbolda hakam, to'g'rimi? Roldingiz. Endi hakam. Bu odam hakamlikni boshqaga bermaydi. O'zi g'irrom qiladi, o'zi shu nima bo'lsa ham mahallasi yutish kerak. Shunga jon kuyadi. Va unaqa, lekin yomon odam emas, lekin o'sha qishloqdagilarni zavqlantirish, mana bizda futbol shunaqa yutamiz, keyin rivojlanadi deb odamlar bilan tashviqot qiladi. Mana shunaqa odam, bir zavqli kino odam. Ko'p yillik tajribaga ega kino va teatr aktyorisiz, professionalsiz, doim professional bilan ishlab yurgangansizda, bolalar bilan ishlash qanaqa qiyinchilik tug'diryapti? Hech qanaqa, chunki mengacha bolalar bilan bu rejissyorlar, assistentlari, ikkinchi rejissyorlari yaxshi ishlashgan. Bolalarni tayyorlashgan. Dabdurustdan bo'lsa qiyin bo'lardi. Men sezyapman, hamma bolalar tayyor. Ularni rosa bizdan oldin tayyorlashgan, ularni imtihon qilgan va qanaqa harakat qilish, aktyorlikka sirlarini sal tayyorlashgan. Hech qiyin emas. Film nima beradi tomoshabinga? Qanaqa fikrdasiz? G'urur beradi. Har bitta ota-ona yoki momo bobolar filmni ko'rib, men ham albatta navaramni sportga beraman, yo futbolga beraman degan bir his paydo bo'ladi o'shalarda. Va mana bu bo'layotgan ishlardan mana kattalarimiz jahon chempioniga o'tdi. Mana bolalar katta bo'lishyapti, ular shu yo'ldan boradi degan umid paydo bo'ladi, zavq paydo bo'ladi. Shu Filmda Alisher Uzoqov rejissyor deyishdi. U bilan avval ham ishlagansiz, adashmasam. Qanaqa ishlash jarayoni u bilan? Alisher o'zi aktyor bo'lgani uchun men juda mamnunman. Meni hurmatimni joyiga qo'yib. Hatto hech qachon bo'lgan emas, hali hind aktyorlarining syomkalarida ko'rganman. Zontik quyoshda turadi, kelishadi, stol, men noqulay ahvolda qolyapman, lekin hurmatimni joyiga qo'yib, hamma yoq chiroyli joyda men o'zimni aktyor his qilyapman. Chunki Alisher o'zi aktyor. U biladi, o'sha jarayondan o'tgan. Qaydadir u bee'tibor qolgandir, qayerdadir boshqa ishlar bo'lgandir, hammasi o'zida turgandirki, o'ylagan bir paytlar men agar kino olsam, aktyorlarni mana shunday qilaman degan bo'lsa kerak. O'shaning uchun mazza. Qadrlab deng. Albatta, qadrlab, o'zi biladi. U ham bizga xush yoqadi. Demak, filmda qiyinchilik nimalar bo'lmayapti? Yo'q, hech qanaqa. Hamma yoq zavq, shavq, bahor, zo'r. Endi bilasizki, syomkada bir xil loyning ichida o'ynaysiz bir filmda, bir joyda jazirama, bir joyda nima qiyinchiliklar. Bu yerda bahor, futbol, zavq, shavq. Bolalar bilan ishlash qiyin bo'lyapti. Qiziq ham bir tomondan, ikkinchi tomondan qiyin. Chunki bular deyarli ko'pchiligi futbolchi bolalarda. Bularni ham futbol o'ynayotganda rol ijro qilishi bir paytning o'zida bu professional aktyor uchun ham qiyindi. Endi shularni inobatga olib harakat qilyapmiz.
Operatorlar jamoasiga, xususan sizga qanaqa tajriba yoki qanaqa qiyinchiliklar tug'diryapti? Yani nima deb o'ylaysiz? Eng qiyinchilik bu birinchi mana boya qayta shu muammoni aytaman har doim. Bahor, tog' bo'lganligi uchun fasl tez o'ynab turadi ob-havo. Ya'niki mana bir ertalab kelganingizda quyosh edi mana va yomg'ir yog'di, endi bulut bo'ldi. Bu film bir kunda, shu epizod bu bir kun. Bir kunda 3-4 xil ob-havo bo'ladi-da. Buni albatta tasvirga ta'sir bo'ladi-da. Va buni tomoshabin tushunishi qiyin har doim. Shunga o'xshagan qiyinchiliklar ko'p juda ham. Keyin futbol bu, tezlik kerak har doim. U tezlikni har doim siz ham his qilib turishingiz kerak-da. Bitta xato, deylik bitta zarbani usha olmadingizmi, keyingi dublda u zarba unaqa chiqmaydi. O'sha uchun ham har doim shu bir nechta kamera bo'lsa ham, o'sha har bitta kamera orqasida turgan operator har bir vaziyatni his qilib turish kerak-da. Shunaqa. O'zi nechta kamera ishlayapti bitta syomka jarayonida? Keyin nechta operatorlar jamoasida ijodkorlar? Operatorlar ko'p. Kamera 2-3 ta kamera endi epizodga qarab. Chunki ba'zi bir kameralar maxsus moslamalarga qo'yilganda, ularni har doim yechib, qaytib taqish qiyin. O'sha uchun ham ular aynan o'zi kerakli bo'ladigan joyda ishlaydi, ba'zida turadi. Operatorlar ham ko'p, 3-4 ta operatorlar bor. Chunki bu kameralar og'ir. O'sha uchun bitta operator 12 soat uni ko'tarib ishlashi qiyin. Shu uchun ba'zida almashishadi. O'sha uchun ham 4-5 ta operator bor. Film tomoshabinga nima beradi? Nima deb o'ylaysiz ijodkor sifatida? Ijodkor sifatida film tomoshabinga nima beradi? Birinchi bo'lib, endi bu bolalar filmi, bolalar sporti, bolalar futboli. Ya'niki asosan o'sha ota-onalarni o'zini farzandiga nisbatan yanada e'tibor uyg'otadi. Ya'niki har bir farzandga o'zini qiziqishiga qarab, o'sha o'zini xohishiga qarab, unga imkoniyat berish kerak, sharoit qilib berish kerak. Men o'ylaymanki, birinchi beradigan hissiyot shu bo'lsa kerak-da, ota-onalarning farzandlarga bo'lgan bir e'tiborini, mas'uliyatini uyg'otadi. Ikkinchisi, har bir bolaga qo'shimcha bir nima deydi, stimul, qo'shimcha bir yana bir qiziqish, ishonch, o'sha film mobaynida o'sha qahramonlarni qanaqa yo'llardan kelganligi, qanaqa nima deydi, sinovlardan, qiyinchiliklardan o'tib kelganligini ko'rgan o'sha bir bola o'ziga nisbatan, o'zini bir orzusiga nisbatan bir ishonch paydo bo'ladi. Bolalar bilan ishlash bu rohat. Gap ochig'i. Agar shu aqlli hushli bolalar bo'lsa. Endi tushunmaydigan bolalar bo'lsa azob bo'ladi. Lekin bu yerda aynan o'sha kinoni tushunadigan aqlli hushli bolalar yig'ilgan. Alisher Uzoqovga men rahmat deyman, chunki bular bilan ishlagan har tomonlama. Filmni suratga olish maydonchasiga olib kelishdan oldin bir ancha bir 3-4 oygacha ko'rishgan. Ya'ni suratga olish maydonchasiga bular tayyor kirib kelishdi. Xuddi professional aktyorlarda ishlashyapti. Bu tahsinga sazovor. Rohat bular bilan ishlash. Nima uchun rohat? Birinchidan bular shijoati bor. Ko'zi yonib turibdi. Bizga ham motivatsiya beradi. Bulardan orqada qolib ketmay, bulardan qoqilib qolmasin, doda nima qilyapti demasin deb shu intilamiz bular bilan barvar yurishga, barvar harakat qilishga. Mana bu tahsinga sazovor joyi. Mana bu rohati bo'lan. Chunki bular bilan ishlash rohat. Rolis haqida qisqacha gapira olasizmi? Ro'y haqida yo'q, uni kino ko'rgan etasizlar. Endi oddiy bir so'z bilan aytadigan bo'lsa, bosh qahramonni dodasini o'ynayapman. Mana ssenariy bilan tanishayotganingiz, umuman film taklif qilganda nimasi sizni eng ko'p tortdi? Baribir sizlar o'qiganingizda bitta bo'ladi-yu, mana shu zo'r chiqdi degan joy. Birinchidan Alisher Uzoqov o'tgan, Alisher bilan bu 3-film. Alisher oldingi filmlarini dadam bo'yda, akam bo'yda filmdan keyin pauza qilib, mana undan keyin film yana tushdi. Chunki men uni bilaman, nimaga qobiliyat, nimaga qo'lidan kelishini bilaman, rejissyor sifatida, aktyorligini endi bilamiz-ku. Shuning uchun taklif qilganda birinchidan xursand bo'ldim, ikkinchidan xo'p dedim, uchinchidan keyin ssenariyini o'qidim. Vaholanki men oldin ssenariyini o'qib, ma'qul bo'lsa keyin gaplashardim. Yo'q, bu bilan oldin xursand bo'ldim. Nihoyatda kinoga qayting deb. Chunki ora-chora ko'rishib qolganda aytardim-da, kinoga qaytmaysanmi? To'g'ri, har xil loyihalari bor, unisi bor, bunisi bor. Bar kinoda. Lokatsiya ham o'ziga xos, to'g'rimi?
Va albatta, lokasiya endi o'zimizni O'zbekistonning so'lim joylari. Chunki filmimizni qahramoni o'zi shu qishloqdan chiqqan yigit. Qishloqdan chiqqandan keyin albatta qishloqni chiroyli joylarini ko'rsatishimiz kerak. Bu fakt o'zlaring ko'rib turibsizlar, bu dekoratsiya emas bu. Film tomoshabinga nima beradi? Nima deb o'ylaysiz? Tomoshabin ko'p narsa beradi bolam. Birinchidan tomoshabinga tasviriy bir rohat beradi, ikkinchidan yoshlarga motivatsiya beradi, nihoyatda bu sport haqida. Bu futbolchi bolalar haqida. Lekin men ham shu qahramon film ko'rgandan keyin hamma biz shunaqamiz-ku, qahramonning o'rniga o'zini qo'yadi. Ertaga misol uchun men 100% kafolat bera olaman. Sport maktablari, futbol maktablari to'lib toshadi bolalar bilan. Shu ko'chada changitib yurgandan ko'ra sport bilan shug'ullansam bir nima bo'lar ekan ma'lum. Mayli mashhur, jahonga mashhur bo'lgan futbolchi bo'lmasin, lekin sportga yaqin bo'lgan inson kelajakda kam bo'lmaydi. Birinchidan sog'lom bo'ladi, jismonan sog'lom, ruhan sog'lom bo'ladi. Ikkinchidan jamoa bilan ishlashni o'rganadi. Jamoa bilan ishlashni o'rgangan odam misol uchun vatanni, yurtini, qadr qimmatini ham sezadi.